Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Kechki bozorga yana bitta Alisher Navoiy mavzesida birinchi qavat 2 xonali skvoznoy sotuvga chiqdi. 6 metr verandali. Ko'rsatib o'tamiz. Kirganimizda chap qo'limizda bularda bitta spalni bo'lyapti. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ta'mir o'rtacha holatda. Bu tomoni kladovkasi bo'ladi bularda. Bunisi mehmonxonasi. Mehmonxonasida bunaqangi joy bo'ladi bularda. Tabiiyki spanet qolsa ham bo'ladi. Hozir yuklar, mayda chuydalar qo'shib qo'yilibdi. Mana shunaqangi joyi bo'ladi. Bu taraf verandaga o'tish taxtapolli ekan. 6 metr verandasi. Bunisi oshxonasi bo'lyapti. Bitta hammom hojatxonasi bor, uni ichini ko'rsatmadim, o'rtacha holatda. Hozirgi kunda bu yerda ijarachi yashashyapti, uyni bo'shatishni harakatidalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narxini 26900 aytishyapti. Kelishtirilgan, o'tib berilgan joyi bor. Lokatsiyasi yaxshi joyda, katta yo'lga yaqin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.